Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli aktyorlar haqida hozirgina xabar keldi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek kinosining eng mashhur vakillaridan hisoblanuvchi aktyorlar Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqov va Adiz Rajabov bitta videoda ko'rinish berdi. Uchala aktyor Toshkentdagi restoranlardan birida kechki ovqat ustida yig'ilgan. Ularga sizga qaysi aktyor yoqadi deb savol berilgan. Aktyorlar o'z navbatida bir-birining ismini aytgan, jumladan Uzoqov Rajabovni, Rajabov Qodirovni, Qodirov esa Uzoqovni yoqtirib kuzatishini aytgan. Aktyorlar muxlislariga murojaat qilib, kimni sevib kuzatishini so'ragan. Ular yaqin orada biror loyihada birga ishlaydimi, yo'qmi, hozircha aniq emas, deyiladi xabarda.